Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'ya biadet hamdü senalar olsun. Onun Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salat selamlar olsun. Siz aziz vatandaşlarımızga Allah Teala'nın selamı olsun. Yaxshilarning selamı olsun. Sizlerge Allah'ın rahmet nuru yağılıp dursun. Bugün biz suhbatlashishga juda intizor bo'lib turgan edik. Muhtaram yurtboshimiz haqida ilk og'iz gapiramiz. Bu gapimizni asosiy mazmuni mavzusi shu nima deydi, o'zbekni obro'yini ko'tarilgani haqida, o'zbek qaddi ko'tarilgani haqida, dunyo bo'yicha o'zbekni obro'yi haqida gaplashamiz. Marhamat qabul qiling. Men avvalo bu odam kim deb hayron bo'lmang. Meni ismim Abduxoliq Usmon deyishadi. Ba'zilar shoir deyishadi. Lekin men bitta tafakkur qiladigan bandaman. Tafakkur qiladigan vatanning fuqarosiman. Har bir voqea haqida tafakkur qilib, unga to'g'ri munosabatni belgilab olish uchun maydonga chiqqanman. Bugungi kunga ham to'g'ri munosabatimizni bildiraylik, tafakkur qilib deb mana sizlarga suhbatlashyapmiz. Shu suhbatimizni qabul qilasizlar. Muftiy ham emasman men, yoki nima deydi, olim ham emasman. Xudo bildirganini aytaman. Marhamat qabul qiling. Yaqinda Xudoga shukr Turon xalq shoiri unvoni berildi. Unga shukrona sifatida bir og'iz bir narsa deb qo'ymasam, shu vatanda yashayapman, shukrini qilib qo'ymasam xotirjam bo'lmayapman. Endi meni bu yurtboshi haqida, vatan taraqqiyoti haqida gapirganimizda kimlardir xo'mrayadiganlar ham chiqar ekan. Lekin ko'pchilik mana juda xayrixoh. Lekin xo'mrayganlardan biz hech qachon xijolat chekmaymiz. Chunki ular hayotda karvon it huradi, karvon o'tadi. Bu maqolni bilasizlar. Endi ular bizni to'solmaydi, bizni cho'chitolmaydi yo'limizdan. Yaxshimi? Yaxshini yaxshi deyishim kerak. Kim nima desa, yomon desa, mustaqil fikrlanmasdan unga ergashib ketaverishim kerak emas. Chetdan kelgan mafkuralarni ham qabul qilmayman. Xudo bergan o'zi yetadi, Parvardigorigim. Yurtboshimizda bitta choynak deb tasavvur qilsak, choynakka Alloh taolo quyib qo'yyapti. Bizga tashnamiz, bizga nima ne'mat bo'lsa o'tyapti, biz piyolamiz. Shuni kechirasizlar bu o'xshatganimga. Shuning uchun o'zi yetadi bag'ida ne'mat. Endi yaxshilab buni gaplarimizni tushuntirish uchun Jo'xori haqida gapiryapti. Jo'xori hayron bo'lmang, bu jo'xorini nima qilar ekan deb. Tushlarimda Amir Temur buva, ko'p avliyolar keladi, Amir Temur buva keldi. Tushlarimda ikki xil jo'xori ekkan dedi. Ekdim, pishdi, o'rda o'rvaldik. Nimaligini bilmayman, yana tushlarimda keldi. Mana bu to'g'ri bosh dedi, sen ekkaning to'g'ri bosh, o'zini shon shuhratini o'ylagan yurtboshchilar dedi. Yana bitta qayrilma bosh. Ikki xil ekkin deganda, qayrilma bosh xalqqa, tanaga qarab turibdi. Xalqni tashvishini chekyapti. Odamlarning dard va tashvishlarini chekib yashayapti. Ana shu bosh yuksakka bo'y cho'zmayapti. Qancha ko'tarilgan sari, doni ko'paygan sari tanaga qarayapti, xalqqa qarayapti. Bu sening yurtboshing dedi. Agar u don to'la boshlardan har biridan agar chiqadigan bo'lsa, u orzu qilgan bular hammasi vatan taraqqiyotiga xizmat qiladi. Jaloliddin Mangu berdilar. Minglab Amir Temur buvalar, minglab Farobiylar chiqadi hali bu don to'la boshlardan deb. Ilohim shunday bo'lsin. Ana buni keyin Amir Temur bobomiz 13-sura 11-oyatni o'qisang yaxshilab tushunasan dedi. O'qidim, shunday tushundim. Muhabbat ortib qoldi shunda prezidentga va xalqqa muhabbat ortib qoldi. Ana shu bilan yashayapman. Mazza qilib Xudoga shukrlar bo'lsin.
Tushlarimizda shunday keladi. Bizga kerak ne'matni berayotganini Alloh ishora qilib qo'yadi. Oltin kalitni bir kuni yana tushlarimda Shavkat Mirziyoyevga berib ketdi avliyolar. Uni xalqqa yetkazasan dedi. Hamma ham ishlatavermaydi dedi. Bu oltin kalit haqida bitta kitob bo'ldi. Kitobda adını 3. Renesans. Yangi O'zbekiston Renesansi qo'ydik. Renesanslarda agar otlab nomlab chiqadigan bo'lsak, Buxoriya Renesansi bor. Temuriya Renesansi bor. Uchinchisini ham nomlab qo'yaylik, osongina eshita qolar ekan. Biz Shavkatiya Renesansi dedik. Xudo xolasa 3. Renesansda oltin poydevorni qurgan zotni qachon unutamiz? Unutmaymiz. Tarixda abadiy Xudo xolasa nomlari qoladi. Ilohim barkamol avlod, shu inson orzu qilganday avlodlarimiz ham barkamol bo'lsin. Aslida nimaga bunga sabab? U insondagi go'zal xulq sabab. Ildizini aytaylik, go'zal xulq degani bu payg'ambarimiz alayhissalom Alloh taolo meni yuvardi, go'zal xulqlarni kamolga toptirib, kamolga yetkazish shu yuvardi degan hadislarni eshitgansiz. Va Pifagor degan bobomiz bu eramizdan 2000 yil oldin aytdiki, odamlar avvalo ezgi axloqqa ega bo'lishga harakat qiling. Zero axloq qonunning asosidir deb. Ana o'sha axloq içimizde qonunda asosiy fundamentda turgan ekan. Ana shu xulqqa, go'zal xulqqa erishdi muhtaram Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Qaysi mamlakatga borsa ham ta'zim bilan, go'zal xulq bilan, go'zal xulqlarda namoyish qilib ham kelyaptilar. Shu orqali boshqa mamlakatlar faqat O'zbekistonga muhabbat ortyapti. Hech kim O'zbekistonda yüzüge tik qaragisi kelmaydi. Hatto uyalarda xo'ral ko'tarib kelishga ham shu darajadagi O'zbekda obro'y shu darajaga yetdi. Xudoga shukrlar bo'lsin. Endi shunday go'zal axloq bilan dunyoni bilan olyapti, zabt etyapti. Yo'q, shaharlarni zabt etmadilar. İnsanlarni qalbini zabt etyapti go'zal xulq bilan, muhabbat orttiryapti. O'zbek bo'lsam deb buni orqasidan kimlardir men O'zbekka o'xshasam deydi. Kimlardir hali O'zbek turmush tarzini o'rganib kelsam deb Yaponiyada mana bir ayollar kelib shu Qashqadaryoda aytib yotib o'rganib ketyapti. Ovqat pishirishlarda, sigir solishlarda. Va erkaklari do'ppi kiyib ketyapti. Xursand bo'lib va nufuzli rahbar ayollar kelib O'zbekistonda O'zbek bo'lsam hech bo'lmasa atlas ko'ylagini kiyay deb shunaqangi O'zbek madaniyati tarqalib ketyapti shuni orqasida. O'zbek madaniyatini tarqatish, bu tamaddun, islom sivilizatsiyasi din haqida edi. Lekin tamaddun, bayta umumiy sivilizatsiya bizdagi nima deydi, rivojlanish, bizdagi yuksalish ta'sir qilyapti boshqa yerga. U qabul qilyapti bajonida. Hattoki mana Belarusya ham O'zbek fikridan eskisini buzmay turaylik, yangisini qurmaguncha deb shunaqa fikr dunyo bo'yicha ketyapti. Buni ko'rdik. Chunki hali 5 ta qit'adan jaranglagan ovozlar keladi. Rahmat O'zbekiston degan. Xudo yetkazsin shu kunlarga. Endi biz ham rahmatimizni aytib qo'yamiz shunday insonlarga. Bu xalqimiz aytyapti-da. Uka deydi, kattalar aytyapti, bo'lmasa yoshlar aytyapti. Birorta she'r yozing siz. Bu hammaga bu muhtaram prezidentimiz orden beryapti, qahramon unvon beryapti, taqib qo'yyapti. U odamni o'zidan kim xavoralar, unga kim beradi deyishgan savollarni berishyapti. Birorta she'r yozing, o'sha hech bo'lmasa orden taqalmasa ham o'shani o'rniga o'tib qolsin deb. Xalq qahramon bo'lishini istayapti shu insonda. Qahramonlik qilib bo'ldi, jangsiz, jadalsiz butun dunyoni do'stlashtirish boshlandi. Qurolni keragi yo'q unga. Ma'naviyat Alisher Navoiyni oldiga Husayn Boyqaro quli qilichini tashlagan ekan. Ey Alisher, meni bu qilichim hech narsa emas, seni ma'naviyating, go'zal axloqing, qalaming oldida hech narsa emas degan ekan. Ana shu ishlarni qilyapti. Xudo xolisa yurtboshimiz. Faxrlanamiz.
Endi xalqimizni talabini qondirish uchun rahmatnoma debdi. Xalqimiz nomidan, meni nomimdan emas. Marhamat qabul qiling. Yangi O'zbekiston uchun buyuk Sarbon, buyuk ota, jahonda eng odil bo'lib topavering shuhrat ota. Adolatni yo'qladingiz, xalq ishonchini oqladingiz. Xush bo'lmoqda xalq hayoti, bu ishingiz barakoti. Siz tufayli bor bo'lmoqda buyuk ishlar islohoti. Nochorlarni yo'qladingiz, xalq ishonchini oqladingiz. Xalq qadringiz bilmoqdadir, yurt taraqqiy qilmoqdadir. Har sohada chuqur jadal yuksalishlar bo'lmoqdadir. Ko'ngillarni to'qladingiz, xalq ishonchini oqladingiz. Umri uzoq inson bo'ling, shunday odil Sarbon bo'ling. Haq siz bilan, xalq siz bilan, rahmat sizga, omon bo'ling. Yurt sha'nini saqladingiz, xalq ishonchini oqladingiz. Xalqingizdan qabul aylang Temurzoda degan nomni, asrimizning mujaddidi degan buyuk shon unvonni. O'zbek qaddini tikladingiz, xalq ishonchini oqladingiz. Xalqingiz sizdan rozi, ming rahmat, ey dunyoni nuriga chorlagan buyuk rahnamo. Xalqimizdan qabul qiling muhtaram yurtboshimiz. Ana endi xalqim shuncha narsalarni bergan, ilhomlantirgan, ularni ham ko'ngillarini ko'tarish uchun bir narsa deylik endi. U shunchaki xalq emas, bu buyuk xalq bu. Buyukligini endi bilib boryapti. Xudoga shukr. Sen Buxoriy, sen Navoiy, sen Bobursan, payg'ambarga sodiq ummat, qalbi nursan. Inshaalloh Xudo suygan suyuk xalqsan, buyuk Turon sohibisan, sen Temursan. Bo'lavergin yaratganga suyuk xalqim, aziz boshing omon bo'lsin buyuk xalqim. O'zingga mos boshni Alloh qo'yganligi, nurlaringni jahon bo'ylab yoyganligi, shu emasmi yaratganning senga mehri, shu emasmi Parvardigor suyganligi. Bo'lavergin yaratganga suyuk xalqim, aziz boshing omon bo'lsin buyuk xalqim. Milliy qadding tiklashlaring qutlug' bo'lsin. Yuksalmoqqa yurgan yo'ling yorug' bo'lsin. Senga kerak ne'matlarni qabul qilgan aziz boshing yana aziz ulug' bo'lsin. Bo'lavergin yaratganga suyuk xalqim, aziz boshing omon bo'lsin buyuk xalqim.